Grajda Rossiya bo'ladi. 10 ta tug'diraman endi dedi. Billa. 5 yil bo'ldi kelganimga Rossiyaga. 1639 aka nega O'zbekiston deportatsiya qilganmiz sizni? Nega? Nega 5 yildan beri? Unday desiz, deportatsiya u bu desiz, men dadamam va shu O'zbekiston orasida shu 5 yil ichiga kelib ketganmisiz yoki kelmaganmisiz? Men dadam 4 yil deganda bitta keldi, hozir mana ketganiga 4 yil deganda bitta keldi, 20 kun yurdi, meni to'yimni o'tkazib yana ketdi. Hozir mana pashti 3 yil bo'lay deyapti, hali kelgani yo'q. Yo'q, nega dedi. Qanaqa gapirdim. Uchib chiqar. Tushunmadim ya cho'shoyaka. Chiqarganni, ruchkamni olgandan kim bilandir o'xshatmang. Meni efirimga qarang. So'kingan odamni ruchkasini olmayman. 18+ gapirganni ruchkasini olmayman. Shu gapingizga ruchkasini olamanmi? G'alati. 5 yildan beri bo'lmaganman O'zbekistonga. Oilalimiz uylanganmisiz? Necha yosh bo'lsa rozi bo'lasiz? Rozi bo'lsangiz sizni menga 6 yil bo'ldi. Men qarang, chiqarmaslik boshqa, kiymaslik boshqa narsada bu. Chiqarmaslik bu majburiy. Kiymaslik xohish. Aka, assalomu alaykum. Kimdir muhtojlikdan, kimdir shunchaki bezganidan. Ha, oilam bor dedi.